ishni oson tomonini ko'rmadik. Kia Sorento'ga xudo xolasa 6 silindr motor. Xo'p, klapanlari ancha ichkarida joylashgan bo'ladi. Где-то shu ochiq turgan qismidan ichkarida 10 sm dan keyin joylashgan bo'ladi. Bunga fitting tashlash zarur. Metan, propan bo'ladimi? Bunga metan uстановка qilyapmiz. Ko'pchilik metanda yurmaydi deyshadi. 6 silindr motor katta 3.6 motorda. O'zini yuklarlari bo'lmaydi. Bu o'zi kollektordan bu yoqqa o'tmay qoladi. Biz bunga 14 sm dan fitting tashlab chiqdik. Barchasini bir xil qilib gaz promay porshonga tushadi. Benzin injektordan ham yaqin bo'ldi motorimizga. Оборотниlar stak 300. Shu 6 talik miya boshqaruvi. Real 2 yo'mli, 2 yo'mligini 1 yo'mli, 3 yo'mli qanday bilamiz deydi. Mana tepasiga yozib qo'ygan bo'ladi. 2 yo'm. Mana 2 yo'mli real original injektor. Originalligi mana bitta shtrix kodli, orqasida teshchesi bo'ladi va plombalari ham qalin bo'ladi. Original uстановка. Hop. X original reduktor bemalol yetkazib beradi gazni. 100% gazda yuradi mashinamiz. Har qanday turdagi avtomashinalarga yuqori sifatda metan, propan uстановка qilib beramiz. Tanlovda adashmaymiz. Ushbu videoni yaqinda gaz qo'ydirmoqchi bo'lgan tanishlaringizga srochno jo'natamiz.